hozir O'zbekistonda buzilayotgan oilalarning 20% telefonni tufaylisidan buzilyapti deyapti. O'zbekistondek 30 millionlik katta davlatni buzilayotgan oilalarning 20%ni baloni sababi telefon. Qo'l telefoni. Nima qiladi? Erkak qandaydir bir o'ynashini topib gaplashadi. Qisqa maktublar yuboradi. Surat yuboradi. Yuradi, bir kuni xotini ko'rib qoladi. Janjal boshlanadi. Bu kimning nomeri deydi. Haligi nomerga telefon qilsa, u yoqdan men palonchini o'ynashiman deb aytadi nariga. Janjal bo'ladi, qiyomat bo'ladi, oila buziladi, quda andalar rasvo bo'ladi. Hamma yo'g'i shu. Mana shu telefonning odobini bilmaslikdan. Yoki aksincha yangi tushgan kelin o'zini gaplashib yurgani bilan o'sha to'yning kunini ertasiga gaplashib ko'chaga chiqib uchrashyapti. Orqasidan poyla borib ushab haydayapti. 3 ta 4 ta farzandi bor ayol eri bilan yotgan o'rnidan turib kechasi dahliziga chiqib gapirayotganda qo'lga tushyapti. Nomerini qarasa 60 marta gaplashgan, 70 marta gaplashgan. Telefonning markaziga borsa hammasini chiqarib qo'lga ushatyapti, mana deyapti. Ana, odobni bilmaslik, musulmonchilik chegarasida turmaslik qanchalik kulfatlarni olib keladi. Aslida bu narsalar hammasi og'irni yengil, uzoqni yaqin qilish uchun, odamlarga foyda keltirish uchun chiqarilgan bular. Bir yerga birov bilan gaplashmoqchi bo'lsa, dunyoni u bo'lsiga ham bo'lsa, raqamini tersa gaplashyapti. Ota-onasidan xabar olyapti. Ishi bo'lsa bitiryapti, ma'lumoti bo'lsa topyapti. Hammasi osonlikka keltirgan. Lekin buni odamlar teskarisiga aylantirib, oila buzishga, uyat ishlarini qilishga, harom ishlarga borishga, har xil suratlarni tarqatishga, yolg'on gaplarni odamlarga yoyishga ishlatishyapti.